Assalomu alaykum qadrli bekajonlarim. Bugun sizlar bilan choylar bilan mazza qilib ichishli bo'lgan, ustilari atirgulli, ichlari yong'oqli, mazali pechenye tayyorlaymiz. 500 gram un, 250 gram saryog', 3 ta tuxum sarig'i, 300 gram smetana, 1 bochka razlixlitr solib yumshoqqina xamir qilib olamiz. Xamirlarimiz yarim soat dam olgandan keyin mayda zuvolachalarga bo'lib olamiz. Zuvolachalarimiz 30 ta yoki 32 ta chiqishi mumkin. Endi esa ichidagi nachinkasini tayyorlab olamiz. 3 ta tuxumimiz oqini yaxshilab ko'pirtirib olib, oz-ozdan shakarimizni solib, qattiq bezga holiga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Pechenyelarimizni videoda ko'rsatilgandek yoyib, ichiga nachinka hamda yong'oq solib, chiroyli qilib atirgul holida tugib olamiz. Tayyor bo'lgan pechenyelarimizni listga terib, yarim soatga duxovkaga joylashtiramiz. Shirinligimiz tillarang bo'lib, chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Pishib chiqqandan so'ng ustilariga saxarli pudra yoki molokodan foydalansak bo'ladi. Ko'rib turganinglardek mazali bo'lgan atirgulli yong'oqli shirinligimiz tayyor bo'ldi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.